O'zbekistonda diniy ta'lim tizimida yana bir muhim sahifa ochildi. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti o'zining 55 yillik tarixida ilk bor magistratura bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagan bitiruvchilarga diplom topshirdi. Jarayonlardan muxbirimiz Murodjon Ahadov xabar qiladi. Diniy ta'lim tizimi haqida so'z ketganda ko'pchilikning xayolida an'anaviy madrasa yoki diniy bilim berish jarayoni gavdalanadi. Biroq so'nggi yillarda O'zbekistonda bu sohaga nisbatan mutlaqo yangi yondashuv shakllandi. Endi maqsad faqat diniy bilim berish emas, balki xalqaro akademik standartlarga javob beradigan, ilmiy tadqiqot olib bora oladigan, zamonaviy dunyoqarashga ega mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. 22-iyul kuni O'zbekiston musulmonlari idorasida bo'lib o'tgan tantanali marosim aynan shu o'zgarishlarning yana bir amaliy tasdig'iga aylandi. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti o'zining yarim asrdan ziyod tarixida ilk bor magistratura bosqichini tamomlagan bitiruvchilarni kuzatdi. Bugun O'zbekiston musulmonlari idorasida va shu tizimda xizmat faoliyatini olib borayotgan barcha bizni kasbdoshlarimizga va xosatan Toshkent Islom institutida juda ham katta bugun bayram bo'lib o'tyapti, tarixiy kun bo'lyapti deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi bu islohotlarni ochiqchasiga aytishimiz kerak. Bugun hurmatli prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan diniy ma'rifiy sohadagi imkoniyatlar kengayapti. Tadbir davomida ta'kidlanganidek, keyingi yillarda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilgan o'zgarishlar alohida muassasalarni tashkil etish bilan cheklanmadi. Bu jarayon butun tizimning mazmuni va sifatiga ta'sir ko'rsatdi. Avvallari Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti bo'lgan bo'lsa, yurtboshimiz tashabbuslari bilan mana Samarqandda hadis ilmi maktabi, ya'ni bakalavrlar yetishtirib chiqadigan ta'lim muassasasi. Mana 2 yil oldin Termizda Imom Termiziy nomidagi Termiz Islom instituti va Buxoro shahrida bir arab oliy madrasalarining ochilishligi albatta yurtimizda mana shu diniy ma'rifiy soha, yangi ulamolarni yetishtirib chiqarishlik, albatta bu islohotlarning yana bir sifatida muhtaram yurtboshimiz aynan o'sha 2023-yilda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti magistraturaning ochilishligi va yaqin kunlarda doktoranturaning ochilishi haqida ko'rsatma berganlar. Mana shu ko'rsatma asosida O'zbekistonni tarixidagi desak ham bo'ladi, tarixidagi birinchi ilohiyot, teologiya yo'nalishi bo'yicha magistrlar bitirib chiqyapti. Ilk 10 nafar magistrning faoliyati raqamlarda ham o'z aksini topgan. Ular dissertatsiyalar doirasida 52 ta ilmiy maqola va tezis chop ettirdi. Aqida, tafsir, fiqh va hadis ilmlari bo'yicha nufuzli ustozlardan 53 ta ijozaga sazovor bo'ldi. Diniy sohada yangi magistratura bosqichining ochilishini aynan prezidentimiz tashabbuslari bilan ilgari surilganligi bu baxtni biz uchun yanada yuksak qiladi. Ajdodlarimiz merosini o'rganishlikka qattiq bel bog'ladik va bir qancha kitoblar, bir qancha sohalar, bir qancha fanlardan sertifikatlarni qo'lga kiritdik. Shuningdek, har birimiz magistratura bosqichida hozirgi kunda zamonaviy muammolarni yechimiga bag'ishlangan mavzularda dissertatsiya ishlarini ham himoya qildik. Magistratura bosqichidan keyin doktorantura bosqichini ham o'qishlikka bel bog'lab turibmiz. Ilk magistrlarga diplom topshirilgan bugungi marosim mohiyatdan bir ta'lim bosqichining yakunlanishidan ko'ra kattaroq ahamiyatga ega. Bu tarixiy voqea mamlakat diniy ma'rifiy siyosatida boshlangan islohotlar izchil davom etayotganini, ilm va ma'rifatga asoslangan yondashuv esa bugun o'zining dastlabki, ammo muhim samaralarni bera boshlaganini yana bir bor namoyon etdi. Murodjon Ahadov, Oybek Mahkamov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.